Qandaq mahartim bo'lamdi ekan, ha? Atrofga bir muncha odam yig'ib oldim. Xaloyiq, qaranglar. Menga meyvadan birini beringlar. Men axlab beray. Sizlar Ey Hashim, o yerda yoq-yo'rtiq birisi qilishvozlik qilib yetibdi. Berib ko'rib boqaylik. Ha? Ko'rib boqay. Bazirimni kim tatib oldi ekan qani? Ben sizlarga qani mahoratimni ko'rsatib qo'yay. Qaltis maharati bor ekan, ha? Qo'lidagi qilish yachi tonishda ko'rindi. O hiliq palvonga o'xshaydi ekan. Qolaqonlarni tutib olinglar. Qaysanlar mening bu qilichimni yenga olsanglar, men uning 50 tilla beraman, 50 tilla. 50 tilla. Nima degan yaxshi. Alem, biz Nasriddinning qilishini elib musobaqa qatnashaylik. Nasriddin hargiz bundaq ishni qilmaydi. Qilish. Taqay, midirli ba. Sizni poldir, kelib ko'rib baq. Bayqo'jam, hech nima bo'lmaganlar, ha? Hech nima bo'lmadim. Anlasam, sizlarning uyda bir qilish bor ekan-ku. Qilich? Yo'q. Uyinglarda esil qilishning borlig'ini butun kentkilar biladi ekan. Meni oldiq jo'mma. Sizlar davatgan esil qilishmish shu. Hamsa men buni ko'rib baqay. Ishingni qilavergin. Bo'ladi. Biz berib rasm chizaylik. Nasriddin, ko'rib bo'ldim. Ola. Bayqo'jam, sizlar almashtiryaplar. Bu senin kılıçın mı? Sen de bile besleşmek şu mu? Bu yerdekilerden emmisi aldamışken sen konu kamerağını kötürüp gelip ben bile besleşmekşim ha? Neymiş kondak deysiz? Bu yerden Nasriddin isimli bir balı varken o konu kamerağını kötürüp gelip iğnimle aldaptı. Asli palvanның akısı ekan da. Men shu Nasriddin degan. Emsi yaxshi. Men sen bilen haqiqiy tutuşup bakmakçı. Çataq yo'q. Elishqa har vaqt tayyorman. Nasriddin aka g'ayrat qiling. Birinchi maydonda nimadan baslashimiz? Yağaç kesişti besli şeyli. Amisa boshlaylik. Ay. Sana geldi ya Nasriddin. Bo'ladi, qarab turinglar. Bu maydonda men voz kechdim.
Yana nima qilay deysan? Rostdan voz kechdingmi? Nasriddin akamning o'zining o'ylaganlari bor. Ikkinchi maydonda qilich o'ynashni baslashaylik. Sen zada nima qilmoqchi Nasriddin? Qarang. Nasriddin aka qolgansiz. Qanchalik qiyin ishdi bu. Endi mening karomatimni ko'ringlar. Polvon, siz yog'och keslashga nimondoq omroq. Eng oxirgi maydon. Qani ilish baqayli. Kimning qilichi eng o'tkir? Bo'ladi. Lekin bugun yerib ketdim. Ati baslashaylik. Ma'qul. Nasriddin, endi mijiqni chiqarib atmisan. Hoy. Hoy. Ha. Hoy. Ha. Hoy. Hoy. Ha. Pa, Abbas aka, qaltiskansiz. Hoy. Nasriddin, bir ishing bormi-te? Abbas aka, sizdan yordam so'raydigan bir ish bor edi. Ha. Nasriddin, sen belki ilgarikensen o'rniga boshqa birisini beslashtirmoqchimi? Ansirmang polvon, yengilishni texi hech kim bilmaydi. Qani kela. Sana o'zimni bir ko'z qo'ymasam. Hoy! Ay! 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 Seni şat oku yürek! Yaman bo'lsang, qani chiqmamsan? Bo'ladi, to'xtab tur! To'xta! Qapirak, sana yardım kerakmi? Ay! Yaxshi qildingiz, Abbas aka. Maqtovchiligi yo'q. Meni bekletishimni tegding. Endi men seni oyab o'ltirmayman, kela. Ehtiyot qiling. Az qoldi. Az qoldi. Yamanligimni bilgansan, nega qochsan? Qilich qara, to'xtab tur. Ay! Ay! Qilichingga qarab baq. Esilmikan? Ay! Undaq qilma. Bu qilichni jinimdimi siz ko'raman, undaq qilma. Ma'qul. Turganingizga tanbagansiz? Qandoqmi ustirib qo'ygandim, meni bu esil qilichim qandoqmi ustirsin. Qilich u bir qurol. Gap uni ishlatgan odamning qanday ishlatishida. Men ustirdim. Tez kelinglar. Bu Manboyning esil qingriqi. Katta polvonni yengilgan qingriq. Jahonda tangdishi yo'q qingriq. Kelinglar. Jahonda tangdishi yo'q qingriq bu.